Sen bilasanmi, 2025-yilda dunyodagi eng yaxshi darvozabonlar kimlar? 5-Ederson Morais, Manchester City klubining braziliyalik darvozaboni. Uning oyoqlar bilan o'ynash mahorati va uzoq paslardagi aniqligi bilan mashhur. 4. Manuel Neuer, Bayer klubining tajribali nemis darvozaboni. Yoshiga qaramay u hanuz o'zining seyflari va raqib harakatlarini oldindan sezish mahorati bilan hayratlantirib kelmoqda. 3. Thibaut Courtois, Real Madridning belgiyalik posboni. U chaqqonlik va darvozada ishonchlilikning namunasi hisoblanadi. Muhim lahzalardagi hal qiluvchi seyflari uni o'z avlodidagi eng kuchli darvozabonlardan biriga aylantirgan. 2. Alisson Beker, Liverpoolning asosiy o'yinchisi va Braziliya terma jamoasining asosiy darvozaboni. Alisson tezkor reaksiyasi va bosim ostidagi osoyishtaligi bilan tanilgan. U dunyodagi eng kuchli darvozabonlardan biri sifatida baholanadi. Ammo birinchi o'rin kimga tegishli? Bu borada fikrlar turlicha va har kimning o'z sevimlisi bor. Sen kimni eng yaxshi darvozabon deb hisoblaysan? Izohda yozib qoldir.